ayrılışni niyet qıp turun Sevinimen yana nimişqa Ayrılışni niyet qıp turun Sevinimen yana nimişqa Kemliknin araçlarıdın İçilidur enanimişqa İçilidur enanimişqa Ken tılsımat bağça Sen didin sen levleri bunca Yalların tümenmin parça Türkünün bir danenimişqa Türkünün bir danenimişqa Tegişlik kol var Hem büzümge tegişlik gül var Araçlardın kenlikke yol var Yine yalğız hanenmişqa Yine yalğız hanenmişqa Albatta ustozlar, shundaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlarimiz 5-qarar Pavidio İpek Yolu sadasining 3-bosqichi imtihonida o'yin qoidasining zot qandoq bo'lganligi qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Xuddi ko'rmanlarimizga ayon bo'lganidek Abdulla ustoz o'z guruhiga 4 nafar mayirni tanlab olgan edi. Biz oldi bilan ana shu 4 nafar mayirni sahnaga chiqib, o'zlariga xos holda chek tortish usuli orqali o'zlarining raqobatchisini tanlab olib, mana shu sahnada imtihon berishga taklif etamiz. Ham shuningdan keyin har qaysi guruhdagi mayirlarni o'zaro bir jup bo'lib imtihon berdi. İmtihan neticesini naq maydondagi ustozlarimiz belgilaydi. Har qaysi guruhdagi mayirlar o'zaro imtihon berish, ya'ni raqobatlash jarayonida agarda ustozlar xolisa, shunday bir fursat berimizki, shu guruhdagi 2 nafar mayirni bir qatim tang tanlab olib qolsa bo'ladi va yoki shu qatimda biroqla shalli basimi tamoman bo'ladi. Ammo bu qatimki fursat har bir guruhga faqat bir qatim berildi. Shunlashqa ustozlarning o'ylashib, mana shu fursatni qadrlashini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qanundaqda Abdulla Abdurim efendimning Pavidio guruhidagi 4 nafar mayirimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Albatta Pavidio guruhidagi mayirlarimizni biz intayin omadlik mayirlar deymiz. Ya'ni sahnaga qaytib kelish nisb bo'lgan mayirlarimiz bugun tayyorlanqandaq bo'ldi ekan. Har biringlar o'zinglarningki tava guruhinglarni bir tatib baqsanglar ko'rib baqayli. İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoşhavazlar seynası, İpek yolu sadası. Hoş, qanundaqda birlikte ko'rib baqayli. Yashin guruhi. Taşkın guruhi. Yangi Nur guruhi. İzlash guruhi. Hammalarning raqobatlashilgan guruhlar ko'ngillarga ayon bo'ldi, shundaymi?
Undaqda mushu gruppalar ichidan qaysi mayirlar bilan beygi sizlarkin birlikda ko'rib baqayli. Marhamat. Oldi bilan Yashin gruppasini ko'rib baqayli. Yashin gruppasidagi mahir Qaysar Komil bilan musobaqaga tushdi ekan. Muborak bo'lsin. Qashqin gruppasidagi mahir Elzat Husan bilan musobaqaga tushish oldida turibdi. Ahmet Qulum. Hozir navbatda bizning bu mahirimiz bo'lsa, Mehmetcan Mejit bilan musobaqaga tushdi ekan. Muborak bo'lsin. İzleş grupsini bir ko'rib baqayli, jiddilashyapsiz. Fazilat Yasin bilan musobaqaga tushdi ekansiz. Tayyorlig'ingizni quti bo'lishini umid qilamiz. Sizga omad tilaymiz. Muborak bo'lsin. Undaqda bizdan video gruppasidan har qaysi gruppadagi mayirlar bilan musobaqaga tushish oldida turgan mayirlarimizga omad tilaymiz. Qutuqliq bo'linglar. İzlesh gruppasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim. Navbatda sizning naq maydonda imtihon beradigan mayirlaringizning ahvoli program gruppasining o'rinlashtirishi bo'yicha tuvandikidek bo'ldi. Daniyar Abduali bilan To'xtiyar Baxtiyor bir guruh bo'lib imtihon berdi. Ehson Abdukerim bilan Mehmetcan Ahad bir guruh bo'lib imtihon berdi. İlyas Baxtiyor bilan Abduali G'opur bir guruh bo'lib imtihon berdi. Fazilat Yasin bilan Adila Ablimit bir guruh bo'lib imtihon berdi. Hozir Paririyo gruppasidagi Guljamal bilan mening gruppamdagi Fazilat musobaqalashmoqchi. Boshda kimni taklif qilamiz ma'lum? Başta Fazilat Yasinni taklif qilaylik. Şinjan Alqanot xabarlashi mayirlarga omad tilaydi.
我叫古丽佳玛丽。Yaxshimizlar ko'pchilik, men Guljamal Pattar bo'laman. Men bu qatimqi 5-chi qaror Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, nurg'unlagan amaliy yaxshi tajribalarga ega bo'ldim. Bu qatimqi bosqichda mayli men tanlanay yoki chalinib qolay, men bundan keyin texmo tirishib, o'zimningki kasbiy jihatdagi iqtidorimni texmo joriy qildirib, o'zimningki mush naqsh aytish jihatdagi bilimlarimni texmo mo'llashtirishga tirishaman. Mush musobaqaga qatnashgan boshqa saboqdoshlarimning texmo yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga chin yurakimdan tilakdoshman. Şinjan Alqanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi.
Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar. Ushbu damlarda mening yonimda turayotgani bo'lsa, video gruppasi, shundaqla izlash gruppasidan kelgan mayirlarimizdan Gulcamol bilan Fazilat. Aygul ustoz, qani so'zingizni anglaylik. Mening tavsiyalarim Fazilat. Xursand bo'ldik, rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Undaqda hurmatli Abdulat muallim. Mening tavsiyalarim yanada Fazilat. Fazilat. Undaqda Mavlon afandim, sizning bugungi tavsiyangiz? Meningmi oxirida tavsiya Fazilat. Rahmat ustozlar, rahmat. Xursand bo'ldik demak. Bugun fazilatga nisbatan moyillik sal ko'proq bo'lyapti. Omadli bo'ling. Undaqda Shinjon afandim, sizning so'zingizni bir anglab boqaylik. Mening tavsiyam yana Gulcamol. Rahmat. Oxirida biz yana davomli o'sha izlash gruppasidagi orzu yetakchilari shundaqla tanlashga mas'ul ustozlarniki yurak so'zlarini anglab boqaylik. Rahmat. Shukr. Savoqtishimizni aytib bir-biridan chiroyli naqshni o'rinlab qo'ydi hamda boshlanishlam bu Gulcamolning bizning izlash gruppasining o'quvchisi. Başlayalım Abdullah Ustaz'ın video gruppası ketken bozum yana bu birinci naqsh başlanışı bizim gruppunun peki musabaqasındaki bir keyfiyat bədəndi. Bu ikilisi gruppada bilish keçkimi bir-birini Gulcamol sal jiddiylashgandek bo'lib Fazilatdan birga chiqqanligini ko'rib sal jiddiylashdimi o'zi bilish keçki. Endi Gulcamol San'at maktabda ma'lumning qo'lda dars olgan bu kasbiy naqshchi. Endi bunga qaraganda Fazilat sal pishqaroq ekanda. Hozir birinchi qatim bizim sahnaga chiqib baqqan burun sal sur bor, jiddiylashish bor. Mening tavsiyalarim ustozga Fazilat. Xo'sh, undaqda eng oxirgi qarorni keskinlik bilan chiqarib berishga izlash gruppasiningki bosh yetakchi ustozi Ayshugul muallimni taklif etamiz. Ayshugul ada. Siz bek tirishdingiz, Gulcamol. Fazilatniki sahnada uzun turganlikdan iborat bir mo'l pishqan bir jarayoni bor. Shuningga meniki keyingi musobaqalarning bosqichlarini ko'z tutgan asosda oxirgi qarorim meniki keyingi musobaqaning keyingi ahvolini nazarda tutgan asosda oxirgi qarorim yenilam Fazilat yazsin. Muborak bo'lsin. Fazilatdan keyingi bosqichga qadam olganligini qilamiz. Tarixingiz qilib bo'ldi. Sizning ikkingiz yurak so'zingizni anglab, siz bilan chiroyli xo'shlashaylik. Men mushu sahna orqali birinchilab Ayshugul muallimga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Natija muhim emas, jarayon eng go'zal deb mushu jarayonda, musobaqa qatnashish jarayonida o'zim yaxshi bo'lgan tajribani to'pladim. Ham shunda mustaq cho'ng sahnalarga chiqish fursatiga ega bo'ldim. Sizga omad tilaymiz. Texnik yaxshi fursatlarni ko'rishaylik. Rahmat, amon bo'lg'aysiz. Sorular gruppasini o'rlashtirish bilan boshda Daniyar bilan To'xtiyar ikkisi bir guruh bo'ldi. Boshda Daniyar chiqamdi, To'xtiyar chiqsinmi? Hozir bunda qarsam Daniyar mikrofonni qo'liga olib bo'ldi. Endi Daniyardan boshlaylik. 电视机前的各位观众朋友，大家好，我叫达尼尔·阿卜杜维利。ekran oldidagi barliq tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Men Ayshugul Muhammad ustoz izlash gruppasidan Daniyar Abduvali bo'laman. Men bu bosqichdan keyin mayli tavlanay yoki shalnib ketay, o'zimni cho'qimi mukammal va tavlashga tirishaman. Ko'pchilikning davomli meni qo'llab berishini chin qalbimdan umid qilaman. Shundaqla bizning gruppadagi va boshqa gruppadagi boshqa mayirlarga omad va utuq tilayman. Shinjong Alqanot xabarlashi mayirlarga omad tilaydi.
ganimet İnsan üçün hayatta usyar ganimet Tebessümga cemlengen Gönül söygisi Görüşkende şirin söz ızhar ganimet Tebessümga cemlengen Gönül söygisi Görüşkende şirin söz ızhar ganimet İş amalli sağlamli zor bekir bayli Yaman küzdür sağlaşka dost yar ganimet İş kudretin bari da dostlarını kollar Uzun yolda sınalgan Bulgar ganimet İş kudretin bari da Dostlarını kollar Uzun yolda sınalgan Bulgar ganimet Tenha yaşaş yalğızım Ademge azap El cemaat kişide Hatar ganimet Hükmet eset adavet Doğar zimiz yaratan bahar ganimet Hükmet eset adalet doğar zimistan Dostlar mikri yaratan bahar ganimet Sürgün hayat muhabbet dostluk teysini ömürlük dost vafadar nigar ganimet Kim bildi ketimiz haysimiz baldır Didar ganimet Kim bildi ketimiz haysimiz baldır Yoklap turgin dostaniye Didar ganimet Yoklap turgin dostaniye Didar ganimet Xo'sh, bu ishkina barmayrimizning imtihonimi oxirlashdi. Atsentlar qandaqroq baho berdi ekan? Endi kasbiy nuqtadan kasbiy tavsiyalarni oladigan paytlarimiz yetib keldi. Mavla muallim. Men Daniyarni tavsiya qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Buldu nasib biz yana davomlashtirib beraylik, Ablat muallim. Endi oxirida Ayshigul muallim gruppasiga yana tavsiya ederim.
Daniyar. Daniyar. Buldu ondaqda Aygül muallimning so'zini anglab baqayli. Sizning Mening tavsiyalaringiz? tavsiyarim Daniyar. Rahmat, xursand bo'ldik. Ondaqda eng oxirgi tavsiyalarni anglashdan ilgari Shinjanxua apandimning tavsiyasini anglab baqayli. Tavsiyam Daniyar. Rahmat. 沈老师觉得 Daniyar 表现得更出色一些。Buldu onda olsa Ayşegül muallimninki arzu yetakchisi do'stim Kamilninki tavsiyasini bir anglab baqayli. Ikki do'stimiz qoldi bilan rahmat aytamiz. Bir-birdan chiroyli narsalarni bizning huzurimizga sundi. Eng muhimi bu To'xtiyarda o'zgarish nihoyat zo'r bo'ldi. Bizning guruhga kelishdan ilgariki avvaldan hozirgi Didar G'animat degan naqshni aytqichi bo'lgan jarayonda ovoz ishiltish o'zgarish naqsh aytishdan nihoyat foydasini ko'zlab o'yladim menda. Va o'zim ikkinchi qara Ipakul qatnashgan bu naqshni aytganmiz sanada. O'zim bir xil ko'zim zum turib o'zim aytayotgandek bir hissiyat Shu vaqtda jiddiylashganmi? Jiddiylashgan. Hozirchi? Hozir ham sal jiddiylik yo'q tekrar. Demak, jiddiychilik hamon bo'lib turdi, shundami? Bu balkim kesib tutgan bir pozitsiya bo'lishi mumkin. Xo'sh. Shunday. Daniyar kesik Daniyar mening xizmatlishim. Buni pishqan bir naqshchi. Ming pishqan naqshchi deydi ekamiz, lekin mushu boks sahnasiga o'xshaydigan mushayning suri xili-xilidan tantirdi ekan. Biz bu sahnaga chiqqanda tantirmayman deb chiqib turib putimiz titrga avvalla ba unutib qolmaymiz. Bunisiga bu bosqichimizning ismi imtihon. Imtihon deganning suri bo'ladi. Aslida odamni jiddiychilik soladigan bir ish. Shunday ekan. Shunga ustozlarning fikriga men qo'shildim. Bugungi mush hozirgi avvalga nisbatan aytganda men ustozga tavsiyarim Daniyarning tavsiyasi. Xo'sh, undaqda arzu yetakchisi Kamil Jilla apandimninki ustozga bergan tavsiyasi, ustozning eng oxirgi qarorida o'zgarish yasamdigandi va yoki fikr o'rtoqligi bormidi? Qani, undaqda birlikda anglab baqayli. Oldi bilan ishkanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu yerda faqat sahnadan jiqroq foydalangan bir tajriba ustunlikni egallatdi. Abayimda Kamilmo dedi, endi Daniyar muqam ansamblda ishlayotdi. Muqam ansamblda ajoyib naqshchilar va shu naqshchilar bilan tang tumusam maballaga muqam ansamblda bundaq ishlash, bundaq sharoit ilqi bisim ko'pda. Shuningga bugun mana o'zininki sahnadagi turish holatlaridan va ijrodan buniki foydasini ko'rdik. Endi men To'xtiyarga kelsak, buningdan yaxshi ayta olish kerak edi. Sabab shundan iboratki, To'xtiyar mushunlar bir necha qilib Urumchi keldi. Urumchining havosi yoqmaydi ekan To'xtiyarga. Ulishgan qadar ko'rishib turdik. Ovoz izchil putuk. Kelgandan keyin so'rinlar sal jiqib qoldim, men mehmon qilamiz deb kutib oldiganlar jiqib ketib charchab qolgan avval bormi? Bu yerda chiqadam tonimayman men. Onun üstüge bizning guruhimiz bugun birinchi qitib ilg'an bo'lg'achqa balla oqsham kechida yaxshi uxlayolmadim. Hamma avval so'rab turdim. Ba'zilar ayrim ma'lum uxlayolmadimiz dedi. Menmi shu? Men faqat uxlayolmadim. Sizlar bilan o'xshash. Sizlar bu yerda 8 dan bo'lgan bilan men o'zimni 8 ga bo'lib bo'ldim. Mush balla qanday qilayotgandi deb g'iminglarni yeb, mushaq omillar bugun ba'zi naqshchi ballalarimizga ta'sirini ko'rsatib qo'ydi. Şuna her ikilanglarga rahmet deyman. Buldu. Qani undaqda birodarlar, qulinglarni bersanglar. Meningki eng oxirgi qarorim Daniyar Abduvali. Muborak bo'lsin. Daniyarning keyingi bosqichga qadam olganligini qizg'in qutlaymiz. Qani tayyorlikqa boshlanib kelsin. Buldu To'xtiyar. Ish yo'q amaliyotda musobaqa davomlashib, bu bosqichga kelgan chog'da sizlarda ideya jihatdan zo'r tayyorlik bo'ldi deyman. Men boshda kelgan vaqtimda bu yerga kelishim o'ylamagan. Oldi bilan Ayşegül muallim ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Bizning guruhdagi moyillarga zo'r qutuqlarni tilayman. Rahmat. Rahmat. Biz texim yaxshi sahnalarda ko'rishimiz, ham shuningga ishonamiz. Omadli bo'ling. Barakat. Hoca Mehmetcan Ahaychi, ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Mehmetcan Ahad. Men mayli mushu bosqichga qadam qo'yibdiman. Mushu bosqichdan keyingi bosqichlarda mayli tanlanay, mayli shallanay, men to'xtab qolmay tirishiman. Yangilik naqshlarni ijod qilib turman. Shu munosabat bilan izlash guruhidagi boshqa do'stlarimga omad tilayman. Omad sizlarga yor bo'lsin. Qapqara qo'y ko'zligim qaydin topar
ağlayman seni sorsam üstünü ay dep cakalayman seni sorsam üstünü ay dep cakalayman seni Kapkara koy gözlüğüm kaygılı kaldı bu beşim Kapkara koy gözlüğüm kaygılı kaldı bu beşim Kancı yağmur Toxtaydı meydu göz işi Kancı yağmur toxtaydı meydu göz işi Kapkara koy gözlüğüm saçını kırsam çok kara Kapkara koy gözlüğüm kaşını kırsam çok kara Aydı yılda gelmesem bulmam dubarım yara Aydı yılda gelmesem bulmam dubarım yara Bulmam dubarım yara Yürgüm kuşal tepti Meyyani seven ganda Meyyani seven ganda Çirişarmez işkiyemiz Gül çiçek içilganda Çirişarmez işkiyemiz Gül çiçek içilganda
yaratqandek yarım çıktı aldımğa alemni yaratqandek yarım çıktı aldımğa alemni yaratqandek Deste gül tezdim yarımga meyyağa tutamen Deste gül tezdim yarımga meyyağa tutamen meyyağa sınamende Hürmetli Ayşegül muallim. Öz grupingizdagi 2 nafar o'quvchingiz Ehson bilan Mamatjon yuqorida imtihonni berib bo'ldi. Biz yana davomliq ustozlarning sizga beradigan chiroyli fikrlarini anglab boqaylik. Qani undaqda Ablat ustoz tavsiyalarim Ehson. Ehson. Rahmat, xursand bo'ldik. Undaqda Aygulda Ayşegül muallimga tavsiyalarim İhsan. Xursand bo'ldik. Undaqda Avlaka. Agar chuqur birini tavsiya qildisa, mening tavsiyalarim Ehson. Rahmat. Şinjan Fapandim, sizning tavsiyalaringizni anglab boqaylik. Ehson和这个麦麦江两个人唱的都很好，可以说难分上下，难分伯仲。但是我觉得这个麦麦江的这个感情表达更加到位一些。axirgi tavsiyam yana Mamatjon. Şinjan Fapandim Mamatjonni tavsiya qildi. Undaqda biz Arzu yetakchisi Kamil apandimning bugungi tavsiyasini anglab boqaylik. Aldı bilan rahmat ikki do'stimizga. Bu ikki saboqdoshning yosh farqi xil farq qiladi hozir ikkisi. Mamatjonmi halqi yüzük san'at maktabidan bitamigan turib pishqon naqshchiga aylanib bo'lgan bola ekan bu hamda. İhsan hamda 3-yillikning o'quvchisi san'at maktabininki. Hamda bu 3-yillik o'qiyotgan bolada tajriba mo'l bir kayfiyat chiqib turlikda hozirmizda ovoz ishlatish, ovoz qiyish, qat'iylar yo'qli bir holatda. Ustozga tavsiyalarim Ehson. Bo'ldi. Undaqda eng oxirida izlash guruhining yetakchi ustozi Ayşegül Muhammad xonim bevos qaror chiqaramdiganda yoki azroq yurak so'zi bormi? Yurak so'zimni davolay. Fursatni boylab. Har ikkilarga ko'pdan-ko'p rahmat. Mamatjon o'zini mundaq yetildirgan bir naqshchi. Masalan, anglab, uning naqsini, buning naqsini anglab, o'zi shunday bir yo'l tep, o'zi bir fanfa ijod qilibdi. Mana hozirgi naqshlarda mo'l hissiyot bor. Chunki Mamatjon ish cho'ng, beshidan o'tgan ishlar ko'p. Şununla naqshga cho'kish ko'proq. Ehson o'ziniki hamda yeshiga nisbatan naqshlarni badiiy bir taraf qilishdimi, yeshidan olqib ketgan deb baho beraman. Mening eng oxirgi tanlashim Ehson. Muborak bo'lsin. Ehsonni qizg'on qutlaymiz. Ehsonning navbatdagi bosqichda ifodasini texnik yaxshi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mamatjon, eng oxirida aytgan so'z bormi yoki Suyimli ustozimiz Ayşegül muallimga ko'p rahmatini bildiraman. Rahmat muallim, cho'pa chekdingiz. Ataningiz salomat, ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. Xursand bo'ldik Ayşegül muallim, sizning gaplaringizni tushunib o'rnini turib ketdi. Sizlarning ustoz shogirdlik, mehr muhabbatinglarning menga uzilmasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shundaqda rahmat. Alam Adila bilan fazilat chiqsin. Avval qaysi saray? Adila ablamit chiqsin.
大家好，我是阿迪拉阿布里米提。Yaxshimsizlar, men Ayshigul Muallim gruppasidan, ya'ni izlash gruppasidan Adila Ablimid. Bu qitimliq bosqichda mayli tanlanib qolay yoki shalnib ketay, men erishadiganlarimga erishib bo'ldim. O'zimni yaxshi namoyon qilish uchun tirishaman. Şinjan Alqanat xabarlashi Mayirlarga omad tilaydi. Bu yangiroq naqshanglardan dillarimiz suyundi. Qanundaqda bugun sizlarni mushu sahna yana bir qatim ko'rgan ustozlar sizlarning hozirgi ifodanglarga qanday tavsiyalarni berdi ekan? Ablat ustozning tavsiyasini bir anglab boqaylik. Ayshigul Muallimga tavsiyarim fazilat. Fazilat. Albatta bu oxirgi natija emas, biroq tavsiyalardan ham qo'sh bo'lishga arziydi. Qanundaqda Aygul Muallim. Mening Ayshigul odamga tavsiyarim fazilat. Fazilat. Bo'ldi. Alloh efendim. Mening tavsiyarim Ayshigul Muallim. Ben fazilatga Ayshigul Muallim tavsiya. Bu yaxshi tavsiya bo'ldi, xo'sh. Mening tavsiyarim fazilat. Rahmat, xursand bo'ldik. 陈老师，接下来您的建议是哪一位朋友？您觉得我们两位歌手当中哪一位表演的最好？两位唱的歌呢都是红色经典，是，新疆很有名的红色经典歌，特别是这个阿迪拉唱的这一首歌颂毛主席的这首歌呢，可以说我们已经很长时间没有听到了。 但是我觉得他今天唱的非常到位啊，这个唱出了这个60年代那个歌的那个韵味唱出来了，是吗？啊，感情非常到位，感情到位。这个拍子来唱的也非常好，好像又上次听到巴哈古林那个声音一样，二位确实唱的都很好，而且唱的都是红色经典，对，充满了正能量。 阿迪拉呢？我觉得他把那个60年代那个歌那个韵味唱出来了，我还是推荐阿迪拉。谢谢老师。
Әмді таз keskin paytlar yetib kelyapti. Qani undaqda izlash gruppasida Kamil Jalil apandimning bir eg'iz so'zi balkim Ayshugul muallimning eng oxir qarorini o'zgartirib yetib kelishi mumkin. Va yoki Ayshugul muallim davomli o'z qarorida chang turishi mumkin. Anglab aqayli Kamil apandim. Rahmat ikki saboqdashqa. Mening o'ylig'ini men ustozlikda o'rgangan tajribam bir naqsh aytib ovozda chuqur birinchi ovozda mesela naqsh boshlangan ovozni chuqur tekkizishga harakat qilish kerak ekanda endi naqsh boshlangandan keyin ovozni to'g'ri ifodalab minib keyin ancha-muncha xatolik yuz bersimi uni yeb o'tib ketgan bo'ldi ekan degan bir narsani o'rgandim men endi shunga bugun ikkili saboqdash nihoyat yaxshi aytdi endi menga bergan ta'sirda endi pazlat pishqaroq bo'lg'achqimi naqsh boshlangan vaqtida birinchi ovozni to'g'ri urib yurkimizga tekkizgan bor endi shunga ustozlik tavsiyalarim Pazlat. Bundan eng oxirda Ayshugul muallimniki bu chiroyli kichkina farmoyerdan o'zining suyumlik qiz o'quvchisidan qaysi birini tanlaydi ekan anglab aqayli. Endi mush ikki qizimga men bir oldiroq chiqib o'zimning minnatdorchiligimni bildiray. Adiladan va mushunga o'xshash o'zining kasbi uchun muhim yerlardan voz kechib birli yo'lga tushadigan mushlar ruhni cho'qim o'rganmak lozim. Albatta. Bu yana birisi endi kim fazilat Adiladan çoğun. Pazlatmi xuddi shu. Pazlat öməkni tashladı, tark qildi. O'zim mustaqil naqsh yo'laman deb. Ayshugul muallimning yillardan buyon munbarda dars so'zlayotgan simasini mana biz hozir naq maydonda ko'ryapmiz hamda buningda intayin suyunyapmiz. Nim deymiz endi? Birsi gul, birsi g'uncha. Qaysidan kecha yarim. Bugun men keyingi musobaqaga ehtiyojini ko'z tutib va bugungi ifodani ko'z tutib eng oxirgi tanlashim Muallim kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Men odatda tilkor kiyimlarni kiyman. Bu tilkor kiyimlar ham xonim qizlar shundoq yarashadi deb o'ylayman. Ham bek sutimi bek yaxshi. Telefon bilan mukofotlaydi. Fazilat Yasin. Muborak bo'lsin. Ustoz rahmat sizga. Muborak bo'lsin. Fazilatniki keyingi bosqich qadam olganligini qizg'in tabriklaymiz. Texmo omadli bo'ling. Qanday tayyorlikqa g'ashtirsangiz bo'ldi. Yurak so'zim navozim. Xo'sh. Ayshugul muallimga chin ko'nglimdan rahmatim bildiraman. Rahmat. Bir muallim gidek muhtaçdım. Muşu Yipak Yolu Sadası programına qatnashib, Ayshugul muallimdek yaxshi bir ustozga erishganligim uchun intayin xushal. Haqsiz deganni qo'shib qo'ysangiz o'tga. Haqsiz bir ustozga erishganligimdan. Musobaqa jarayonida tanlanish olmish bo'lib turdi. Ko'nglimni yerim qilmayman. Bundan keyingi yo'llarim tax uzun deb o'ylayman. Yeshim kichik emasmi? Shunga mushu ekran oldida Sevimlik apamdan namg'achin ko'nglimda rahmat Adila. Sizdan buningdan keyingi kasbiy hayotingizdan texnik nurliq bo'lishiga ishonamiz. Biz izchil aytib kelayotgandek, Yipak Yolu Sadasi programmasi hargiz oyoqlashmaydi. U sizlardek mayirlarning qatnashi bilan yana davom etadi. Biz mushu sahnamizda, mushu ustozlar bilan eng chiroyli tabriklarimiz bilan, tabassumlarimiz bilan sizni kutamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling, bo'ladi. Rahmat. Rahmat sizga. Malum ya İlyas bilan Abduli bir grup bo'libdi hozir endi. İlyas bosh chiqsinmi, Abdulimi? Boshda İlyas chiqsin. Dajaxa va shu İlyasni yaxshimsizlar aziz ko'rmanlar, men İlyas Baxtiyor. Saboqdoshlar, birlikda tirishib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshlik bildiraman. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Akşam yana seni oylab yattım, oylab yattım. Gözümden ketmedin sen birdemleri, birdemleri. Gözümden ketmedin sen birdemleri, birdemleri. Oylap şirin hiyallara
Yaşlıkның əzəldillah Güzel siri, güzel siri Yaşlıkның əzəldillah Güzel siri, güzel siri Yürekке tutaşkan ot Yaşlık çağda, yaşlık çağda Öçemdu dep yıkıpsan Mendin sora, mendin sora Öçemdu dep yıkıpsan Mendin sora, mendin sora Bilimen senin hayat şanı Sulmayanar sana cevap Muhabbet özü esla Düşmez çıra, düşmez çıra Muhabbet özü esla Düşmez çıra, düşmez çıra Muhabbet özü esla Düşmez çıra Düşmez çıra Düşmez çıra 大家好，我叫阿布杜维利。Köpçük yaxşımısızlar, men ismim Abduvali. Özümniki sahnede muşuna ilip kelgan naqshlarimni yaxshi o'rindab, ustozlarimning roziga erishasam bu mening xushalligim. Oxirida men mushu munosabat bilan yana meni qo'llab kelgan ota-onamga va uydagi barliq tuqqanlarimga, do'stlarimga rahmatimni bildiraman. Şinjan Alqanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Hapkara koy gözlügün Haydın tapalayman seni Nursa üstün Oy dep cakalayman seni Sursa üstün Oy dep cakalayman seni
qara qo'y ko'zligim qayg'udi qaldi bu beshim qara qo'y ko'zligim qayg'udi qaldi bu beshim qancha yomg'ir to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yashim qancha yomg'ir to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yashim qara qo'y ko'zligim qoshingni qilsang-ku qara qara qo'y ko'zligim sochingni qilsang-ku qara oyda yılda gelsen bulmamdı bağrım yara oyda yılda gelsen bulmamdı bağrım yara bulmamdı bağrım yara Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hurmatlik bağlıqçı ustozlar. Yuqoridagi naqshlarni anglagandan keyin balkim do'stlarimizning ularga bergan ozg'ili baholari bo'lgan bo'lishi mumkin. Navbatda biz yetakchi ustozlarning tavsiyalarini anglab boqaylik. Qani, Aygul muallim. Mening tavsiyalarim İlyas. Rahmat, xursand bo'ldik. Abdul muallim. Men Ayşegül muallimga tavsiyalarim İlyas. Rahmat, xursand bo'ldik. Bu vaqtda Mavlon efendimning tavsiyasini anglab boqaylik. Abdulin tavsiya qilman. 那我们接下来一起来听一下沈老师的推荐是哪一位朋友？آخرki tavsiyem İlyas。非常感谢您的推荐。接下来我们一起来听一下梦想导师的推荐，好吗？İlyas Abdullah qargan pishqan naqshchi endi. Oxir qaran yana ma'lum chiqirdi, men endi Abdullahni tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Mahirlarning odatdagi ahvoli darsga kelib ketish va yoki pozitsiya bildirish ahvollariga berilgan qo'shimcha nomerlar bo'ladigan. Undaqda bizning bugungi imtihonimizda shunday ahvollar bormi yo'qmi yoki naq maydon pozitsiyasi qartalam natija chiqarib yetamdik. Buni yana Ayshugul muallim o'zi belgilaydi. Qani anglab boqaylik. Oldi bilan har ikkalanglarga rahmat deyman. İlyas ikkisini endi nima qilishtirganda mening eng tanishim İlyas. Mübarek olsun. İlyas'ın bizden keyingi bakışımız kadar ağalıkını kızgın kutlayımız. Mübarek olsun. Değerli kızlaştırın. Abdüali, birader, sözünüzü alaylı. Ayşegül muallimga bizga sundigan ejriga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat muallim. Rahmat Ayşegül muallim. Bunun vaqtda texnik yaxshiliklarga erishaylik. Rahmat sizga. Aman bo'lin.